Qabri restavratsiya qilinganidan so'ng uning jasadi chirimaganligi haqida mishmishlar tarqaladi. Hayotligida Pokistonda o'tkazilgan Qur'on qorilari festivalida butun jahon qorilari raisi unvonini olgan islom tarixidagi Qur'onning birinchi ovozli hujjatining ham muallifi Shayx Mahmud Xalil Soriy. Ulamolar bu kishiga qiroatning 4 ulug' ustunlaridan biri edi deb ta'rif berishadi. Bugun shu haqida gaplashamiz. U 1925-yilda 8 yoshda Qur'onni to'liq yod olgan. Keyinchalik Al-Azhar universitetida ta'lim oladi va 10 xil qiroatni o'rganadi. Misr radiosining 1944-yilgi qorilar tanlovida birinchi o'rinni egallaydi. 60-yillar ba'zi sionistlar tomonidan o'zgartirilgan Qur'on nusxalari tarqala boshlagach, rasmiylar bunga javoban Qur'onni to'liq holda uning ovozida magnit tasmasiga muhrlashadi. Yana boshqa rivoyatlarda hatto o'rgatuvchi uslubda ovozi yoziladi va islomga xizmat o'laroq keng miqyosida davomli tarqaladi. Shayx 1967-yilda birinchi darajali fan va san'at ordeni bilan mukofotlangan. Uning go'zal qiroati sababli Fransiyada 10 nafar fransuz, AQShda 18 nafar erkak va ayol islomni qabul qiladi. SSSR poytaxti Moskvaga, so'ngra O'zbekistondagi O'rta Osiyo musulmonlari diniy idorasiga tashrif buyurgach, Samarqand shahri, undan avval Toshkentdagi Shayx Zayniddin Ko'kcha masjidida ba'zi insonlar hushini yo'qotgan tilovatni qiladi. Shuningdek, mahalliy qorilardan Abdulmalik qorining qiroatiga alohida tahsin aytadi. Bir necha davlat rahbarlari bilan shaxsan ko'rishgan Shayx Amerikada Oq uy va Kongress zalida birinchi bo'lib Qur'on tilovat qiladi. 1977-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Nyu-Yorkdagi bosh qarorgohida Qur'on o'qib, azon aytgan. 1978-yilda esa Londondagi Buckingham qirollik saroyida Qur'on o'qigan dunyodagi birinchi qori sifatida tarixga kiradi. Ulug' olim 1980-yil 24-noyabrda, ya'ni dushanba kuni 63 yoshda olamdan o'tadi.